Всем привет, mani любимчиklarim. Bugun sizlar bilan o'sha trendga chiqqan mandarinli buket yasamoqchi bo'ldim. Eng qizig'i kimga? Onamga, chunki onam kayfiyati yo'q, bosh og'rib, uxlagan kirib ketuvdi. Turgunigacha biror nima qilib qo'yaman deb shu xayolimga keldi va 1 kilo mandarin olib keldim. Shunaqa qilib mandarinlar cho'pga suqib chiqdim. Undan keyin o'rashni boshladim. Ammo juda ham qiyin ekan. Pasini mahkam ushlab turmasa, yoyilib ketar ekanda cho'plari, keyin skoch ochilib ketar ekan. Skoch ochilmasligi uchun uni ushlab turish kerak. Ushlab turish juda ham qiyin, chunki mandarin og'irlashib ketadi borgan sari. Xullas shunaqa qilib yaxshilab o'rab oldim. O'zi bu videoni sizlarga где-то bir haftacha oldin qo'yishim kerak edi, lekin ayrim sabablarga ko'ra videoni montaj qila olmagan edim. Xullas shunaqa qilib barcha mandarinni o'rab chiqqandan keyin atrofiga qog'oz o'rashim kerak edi, lekin yonimizda ham magazinda unaqa qog'oz sotmas ekan. Kech kirganda qayerdan topaman deb uyda yaxshilab tizib chiqsam, uyda xuddi shu qog'oz bor ekan. Вроде нормально, chunki shu apelsinovый rangga tushdi rangi. Menga yoqdi. Negativchilarim sizlarga yoqishi shart emas. Qo'limdan kelgancha yasadim. Doim menga yoqqan narsa onamga yoqqan, onamga yoqqan narsa doimo menga yoqqan. Shu uchun menga yoqqani uchun onajonimga ham yoqadi degan umidda mazza qilib yaxshi kayfiyatda yasadim shunaqa qilib. Xullas, qiynalib buketini yasab olgandan keyin pasiga ham chiroyli qilib bantikchalar qilib, onajonim turishiga berdim-da. Onamga vashcha yoqdi. Singlim bilan fotosessiyalar ham qilib ulgurgan, o'zingizlar baho beringlar. Voila. Qanaqa chiqibdi? Fikringlar kommentda kutib qolaman. Thank you, любимчиklarim.